Assalomu alaykum. Bugungi leksiyamizda biz logistik bilan tanishib chiqamiz. Logistik xotira yumshoq tutali, xotira qoldirish uchun ishlatildi. Burungi zamonlarda xotira qoldirish uchun xotira defteri va qalam ishlatiladi. Keyincha uning boshqa shakllari, har xil varaq shakllik, chaplaq shakllik xotira qoldiradigan narsalar o'tirib chiqdi. Yumshoq tutlarning taraqqiyotga ergashib, ilgari keyin bo'lib, bunda Windows'ning xotira defteri, OneNote, Almanınki Notes, Google'ның Keep degandek bundaq app'lari, shundaqla Uyg'urcha qaraluvchilikning xotiram degandek xotira qoldiradigan app'lar maydonga kelgan. Bu xotira app'larininki dastlabki tekstni xotira qoldiradigandan tortib, keyincha ovozlik, suratlik, har xil formatli usullarni xotira qoldira oladigan holatda taraqqiy qilishi bilan buning xotira app'larining mazmuni bag'ansiri beyib keldi. Hamda nima uchun biz usullarni ratlash uchun yumshoq tutlarga ehtiyojliq degan bir savol tug'ildi. Bugungi kunimizda kishilar kuniga qanchalik usul iste'mol qildi deb izlanib baxtim. Qarasam, Kaliforniya universitetining 2022-yildagi dokladida Amerikaliklar kuniga 34 gigabayt usul iste'mol qildi ekan. 2020-yilgi bir tadqiqotda deyilishicha, kishilar kuniga 1,18 soat vaqtini, ya'ni 2 soatga yaqin vaqtni usul izlashga sarf qildi ekan. Kunimizda kishilar 25% vaqtini usul izlash uchun sarf qildi debdi yana bir dokladda. Balkim bizdek yumshoq detal kompyuter bilan ishlashadigan kasblar uchun bu raqam texmo yuqori bo'lishi mumkin. Nima uchun ham logistik zarur bo'lib qoldi? Bunu işleyişimiz nima zarur bo'lib qoldi desak, bugungi kunimizdagi usullarning turlarini asosligi tekst usullar, video usullar, o'yinlik usullar yoki ovozli usullar deb bunday usullarga bo'lishib bo'ladi. Bu usulning miqdori nihoyat ko'p. Biz bayatın degandek, doklad ko'rsatilgandek kunlik bir Amerikalikning usul iste'mol o'rtacha qimmati 25-35 gigabayt ekan. Bu shunchalar ko'p usulning ichidan o'zimizga lozimligini suzish, ratlash, anan kim buni o'zimizning bilim tasavvur nishonlari uchun xizmat qilish uchun biz shunaq tekstni, videoni va boshqa hujjat shakllarini yaxshi bartaraf qila oladigan bir yumshoq detal zarur deb qaradik. Endi logistikningki alohidaligi bilan tanishgandan keyin nima uchun endi bu ehtiyojga buning shundoq uyg'un ekanligini bilib qolasizlar. Logistikning alohidaliklari, birinchisi logistik belgitli. Belge bu Markdown language degan gapni men shunaq tarjima qildim. Bu HTML degandek tillarni torbikat texnikasi qo'llanilgan tilni markup language deydi. Endi Markdown language degan uning texnik oddiy bo'lgan shunaq belgi tilininki yana bir xil shakli. Bu logistikda bu qo'llanilganligi uchun biz qoldirgan xotirlar boshqa yumshoq tillarga qaraganda chog'da bir xil rangdor bo'ladi. Biz belgi tilininki oddiy buyruqlar bilan tanishib chiqaylik. Oldi bilan bu mavzu uchun katash belgisi qo'llanamiz. Biz endi logistikning ichida bu iqtidorlarni bilib sinab chiqaylik. Logistik yumshoq tillarni sizlar to'g'ridan tushirib, tunji qaytam ochgan vaqtinglarda bundaq bir ekran ko'rindi. Bu ekran chiqqandan keyin tizimlikni ochib, tizimlikning ichidan yangi add new graph, yangi grafik qurish degan narsani bossanglar, bu yerda modelajlardan yer chiqadi. Modelajlardan yer chiqqandan keyin o'zinglar yangi modelajdan birini xotiralaringizda saqlash uchun men bayatın sınaq shuni xotirada birini qo'ygan, xotiramda birini qo'ray. Xotiram degan modelajning ichida saqlay xotiralarimni. Endi bu modelajni qurib sizlar ko'rsatayotgandan keyin endi saqlay oladigan holatga keladi logistik. Endi biz logistikningki en belgi tilini sinab boqaylik. En belgi tilining birinchisi mavzu. Mavzu qo'yish uchun logistikda bir katash belgisi qo'ygan ekan, bosh o'rin qo'yib mavzuni yozsanglar, bu
mavzu çoğun adet çıkıdı. Yani normal yazsanlar bunda adet çıkıdığan mavzu aldığa kateş belgisi koygan ekan çoğun adet çıkıdı. Kateşiden birini koysanlar andaq çoğun, ikini koysanlar bunda çoğunlukta, üçünü koysanlar ondan kiçikrek. 4'ni koysanlar ondan kiçik, 5'ni koysanlar kiçik, 6'ni koysanlar en kiçik degende şundaq 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şu birini koygan vaqtda en çoğun aletli buludu. Çoğun mavzu koyuş için hem şundaq aldığa kateş belgisi bilen mavzununki xetini çoğaysanlar buldu. Bu hem de en belgi tilinin birincisi. İkincisi en belgi tilde qo'llanılan ikinci belge yulduz belgisi. Sizler ma'lum tekstninki o'ng sol tarafiga ikkita yulduz belgisi qo'ysanlar, masalan tom xatti tom deganning o'zini tomlashtirdi, xat degan asli bitdi. Nimishqa tom degan ochiq tarafida ikkita yulduz bor. Endi bir tal yulduz qo'ysak, bizning tekstni yan to'qib turdi. Bu yan to'qat deb yan to'nash tarafiga ikkita yulduz qo'ydim. Bu hamda yan to'lashtirib berdi. Agar 3 ta yulduz qo'ysanglar, xetinlarni ham tom ham yan to qilib berdi. Bu hamda ikkinchi harf belge. Ko'p ishlatilgan harf belge. İkinci, üçüncü harf belge. Hamda üçüncüsü ma'lum bir tekstni sizlar alayda rangda ko'rsatmoqchi bo'lsanglar, masalan logsek bilimleri deganning ichidagi logsek degan alayda rangda ko'rsatmoqchi bo'lsanglar, logsekning ichki tarafiga ikkita taniq belgisi qo'ysanlar, taniq belgisining o'rtadagi tekst alayda yo'rib alayda rangda ko'rindi. Bu hamda tekstni yo'rtishniki usuli. Ham naql. Biz tekstning ichida ma'lum bir shaxsning o'zindilari yoki Qur'on oyatlari, Payg'ambar alayhisolamning hadislari degandek narsalar bo'lib qolsa, uni endi biz bir abzas tekstda farqlantirish uchun alayda naqlni alayda ko'rsatmoqchi bo'lsak, bundaq kichik cho'ng belgisi qo'ygandan keyin cho'ng belgisining keyiniga shu mazmunni yozsanglar, bu mazmun bundaq tegramı alayda holatda bundaq ko'rindi. Endi logikda har qatim quratlasanglar yangi bir bo'lak paydo bo'ladi. Bu bo'lakning o'zini davomlashtirish uchun shift bilan enterni bosinglar. Shift enterni bassanglar bo'lakni davomlashtirasizlar. Yangi bo'lak hosil qilmay, shu bo'lakning davomini yozish uchun shift bilan enterni bassanglar bo'ldi. Bu mu? Eslatib qo'yish tegishlik. Bir mazmun masalan talay raqamlarni yozib baxtim. Bu hammasi bir bo'lak bo'ldi. Endi enter bo'lsa yangi bir bo'lak qurdi. Shunga bir bo'lakni davomlashtirish uchun shift bilan enterni besishni bilsanglar bo'ldi. Endi en belgi tilininki 6-cı belgisi, astık sizish belgisi. Astık sizish uchun masalan 28 deganning astık sizish uchun men aldığı yu deb qo'yib, keyiniga yuning aldığı yan to'siqdan birini qo'ysam, bu tekstning astığı sizib berdi. Şu astığa sızdıgan tekstni ama şu yuning boshlanishi, yuning oxirida shuni orasiga olsanglar, uni astığa sızalaysizlar. Bu 6-cı harf belgimiz. Endi 7-cisi tor bekat ullanması. Tor bekat ullanmasından birini qo'shmoqchi bo'lsanglar, masalan Google'ning tor bekatiga ulmoqchi bo'lsanglar, Google deb yozdinglar. Buni bundaq chastirna qilgandan keyin yalan tirnoqning ichiga Google'ning tor bekat adresi google.com malat yozsanglar, bu tor bekat ullanmasini birini shakllantirib beradi. Bu tor bekat ullanması shakllantirishning yana bir oddiy usuli. Tor bekat adresini ko'chirib olgandan keyin sizlar tor bekat ullanması Google Tor masalan
yazdık. Tekstini boyagandan keyin çaplasaňlar. Bu avtomatik halatda onu ulanma qilib turdi. Xalasaňlar. Mundaq çastırnaq bilen yalan tırnaq usulunu işletseňler we yoki şu tekstini boyap bolgandan keyin üstüge ulanma çaplaydigan usulunu kullansaňlar boldy. Bu ulanma bir taraf buluş usulü. Hem de mezmunlarını birbirinden ayırmakçı bolsaňlar, birbirinden ayırmakçı bolsaňlar, munda 3 tal sızık çıkıp koysaňlar, bu ayrı sızıkdan bir tal payda qilib turdy. Ayrı sızıqı yoki gorizontal sızıqni payda qilish üçün 3 tal sızık işlatsaňlar boldy. Bu köp qolanýan her belgenin üçüncüsü. Hem de Logisk'ta cedvel tüzüşmene ait kolay. Mesela oğuşlarınki oğuş ret numara, oğuş ismi, neticesi, babır cedvelini tüzmekçi bolsaňlar, bir tal tik ayrı sızıqı, oğuşunun numara, anandan keyin oğuşunun ismi, andan oğuşununki neticesi. Bu şekilde kursaňlar, andan shift enter bilen oxşaş ayrış belgelerinin içige avval oğuşunun numarını, andan oğuşunun ismini, onun arka oğuşunun numarını manda halat yazsaňlar. Bek bu belgini koysaňlar, onu cedvelge aylandyryp turdy. Şoň cedvel şekillendirişmi Logisk'ta aýdyp kolay. Ondan başga programmerler programma kodlaryny kıstyryş üçin belgini şunu koygandan keyin kodni yazsaňlar, mesela print salam dep. Bu programma kodunu da qalayda çıkarıp berdi. Bu hem addi en belgetilinki bir neçe qolanış misallary. Qalan şekillerini bilmekçi bolsaňlar, şu Logisk'nin kullanmasını yoki Markdown language dep Google'dan izlep bizanlar paylansaňlar boldy. Hem ikinci alaýdygy bu bet ve ulanma. Logisk'ta başka hadireplerge okşamaydygan bir alaýdylyk. Bununda biz kurgan kirgizgen mezmunlarını ma'lum bir betke ulap koygaly boldy. Mesela bizninki mavzu nakil bir näsliň hemmesi bu Markdown language yoki en belgitli bilen münasebetlik näs bolgan eken biz en belgitli dep bir betniň özüge muş näsliň hem uly ýeteýli ulaş üçin ganda kılymaz. Bunun alqıga ýa-da Markdown language dep men betniň ismini ýazyp koydum. Betniň ismini ýazyp koygandan keyin bu ýeni bet kurdy. Ýeni bet kurup Markdown language dep bu betniň içige mavzu diýen näsini baglap berdi. Eger mening mavzu diýeniň astar kirgizgen näslerini hemmeni tab besip aldygy bir sügen bolsam, bu näsliniň hemmesi manyň täwäs boldy, mawzu diýenden täwäs boldy. Täwäs bolsa, bu betniň içinde hem näse görünýän bulatda görüp bakaýly. Hem qarasaňlar, hem näse kirdi. Demek biz ma'lum bir bölek mezmunny ýene bir bölekniň täwäs kılmakçy bolsak, tab bilen asydyky böleklerini aşna içige sürsek boldy. Hem de içige sürüş, teşekkür sürüş ma'lum bir qurny içige sürmekçi bolsaňlar, tabni basýarlar, shift bilen tabni bassaňlar, sırtıga sügül boldy. Mesela bölekni tabni basdyk, içige sürildi.
shift tabni bastık, sırta sürüldü. Aşağı şekilde sürgül oldu. Yani bet kuruş için bu kırlık tırnaktan işkini işlettik. Hem de onun ornuna kateş belgesi işletsen buldu. Kateş belgesinden keyin boşurun koysanlar o tekstin çoğun aytış rolunu öteydi. Boşurun koymay betnin ismini yazsanlar. Mesela ulanmamı Markdown language'dan işi olgan iken bunu ben Markdown dep yazay. Markdown desem u yerде qurilgan bet mavjud bo'lganligi uchun uni men tanlay olayman. Demak, bu katesh belgisining keyiniga agar bir so'z bo'lsa, bevosita yozilib bo'ldi. Agar uzun so'z bo'lsa, uni bunda ikki tal qirliq tirnoq bilan yozishga to'g'ri keldi. Shunga ma'ni bir so'z yoki ko'p so'z bo'lgan chog'da mana tirnoq bilan bir taraf qilsak bo'ldi ekan deb bilib olsanglar bo'ldi. Bu endi bet bilan bet qurish va bet ulanması. Endi bet qurish qurgan betimizni yanında içişme mümkün. Logsikning o'zida biz o o'zimizning yozayotgan betni o'zgartmay turib, yan tarafga ko'rsatish uchun shift bilan bilib olsak, bu yan tarafda ichildi. Yan tarafda ichilgandan keyin ham bu betni o'zgartiramiz. Mana bassanglar to'liq bet chiqdi. Yana bir qaytim bassanglar bu bet keldi. Endi bu ostidagi mazmunlarni masalan ulanma pastki narsani o'xshash bekda va qilib o'tmoqchi bo'lsam, o'xshashlar kadashidan keyin tirnoq yozdim. Markdown language deb mantilab qo'ysam, bu betning ichiga kirgizadi. Endi bu jadval chizishni men betga tabiq qilmoqchi bo'lsam, o'xshash. Yana bunu alqa şu eskirtme bet ulanmasını kaldırıp koysam oldu. Kaldırıp koydum. Demek cedvelimiz mi? Ayak kirip getireyim gibi. Kod o'xshash. Kodni qo'shish uchun asli narsani chiqarib, shift bilan enterni bosgandan keyin betning nomini yozib qo'ysanglar, Markdown language bu ashbetga bog'lanib ketdi. Demak, hamma narsani biz o bet bilan bog'ladik. Shunda bo'lgan chog'da boshqa kunda kirgizgan narsamizning ichida Markdown languagega munosabatli narsa bo'lsa, bu narsani hammani agar mush keyin tarafga biz shunda betning nomini eskartib qo'ysak, hammani bir yerga yig'ib turdi. Shunga bo'ylab usullarni retlashda bet ve ulanma esqatudi. Endi hujjat, PDF ve YouTube, Twitter ulanmalarını bu logsikning ichiga kirishmi qulay. Xohlasanglar yan to'siq sizib upload deb bu yerdan kompyuteringizdan hujjatni tanlasanglar bo'ladi. Yoki logsikning ekranini kichiltib turib ekirmoqchi bo'lgan hujjatni so'rab ichiga kirib qo'ysanglar bo'ldi. Mesela hozir men bir tal PDF ekirdim buni ichiga. Ekirgandan keyin qarasanglar, hamma upload degan narsani boshda yozgan narsamni o'chirib o'tay. Hozir bizning ekirgan PDF kitobning ulanmasi bu. Bu yerda tor bekatning ulanmasidagi chiqib turdi. Buni bossanglar, logsik PDF kitobning o'zini ichib beradi sizlarga. Ichib bergandan keyin xohlasanglar bu holatda PDF'larni logsikning ichida saqlay olasizlar. Va yoki PDFning ichida hatto ma'lum bir betdagi mazmunni saqlab qo'ymoqchi bo'lsanglar, masalan men DNS proof degan mazmunni alayda saqlab qo'ymoqchi bo'lsam, qonunga alayda rang beralayman har xil. Ondan keyin buni copy reference desem, bunu betning ulanmasini ko'chirib beradi. Ko'chirib oldim. Enter bo'lsam, bu DNS proof deb 221 betniki mazmuni
ulanmasını çıkarıp berdi. Ben bu PDF'ni itip etkendan keyin endi halgan bir vaqtda o mazmunni tapmoqchi bo'lsam, shu ulanma o'zidan bassam buni ish burdi. Bu endi PDF'ning ichidagi yig'ilmayotgan darslarning mesela PDF formatida bo'lsa, uning ichidagi mazmundan naql edib, qolgan vaqtda foydalanish uchun nihoyatda yaxshi bir olaylik. Hamda YouTube'da mesela o YouTube videosunu men bu Logsic'dan şeye kirmekçi. Mesela bunu ayırım YouTube'da yürekten bunu kuray. Bunun için videonu ekledim ben. Bu videonu ekleyenken ki halısam videonu muşun şeyde. Medeniyet tasavvuru bizim iş dünyamızdaki Mesela bunu ben malum bir eke Teoman Bey'in bir şeyi düştü bu internet şeyine, çok kullanmasam da. Orada diyor ki bizi insan yapan İslam medeniyetidir. Mevram'dan tekten başlayarak. Buraya gelmezden önce Teoman Bey'in bir şeyi düştü. Ben bu şeyini saklamak olsam time dep yantısızlıktan keyin yazsam embed YouTube timestamp dep öz çıkarıp berdi. Bunu bassam hazır kelgen şu 11 minut 1 sekundlik yani bana saklap berdi. Ondan yana başka yani videonun aşağıdaki Ait olan o yapılanma, onu konuşacağız zaman içerisinde. İç dünyamızda bize ait olan o yapılanma bize bir aidiyet nispet eder. Ben mesela bu yani hatırlamak olsam yanına ben size time'da bunun için embed use timestamp dep mantarlasam buldu ve ya ki tezletme konup Mac işletken bolsanglar Command Shift Y bilen Windows işletken bolsanglar Control Shift Y bilen növbetdeki vaqtni qisira olasizlar. Endi YouTube'dan bundaq payını ayarını qistirib bo'lgandan keyin bu mu o'xshashlar masalan YouTube'ni sizlar taqib etdinglar. Masalan o boshqa yerga keltirib qo'ydinglar videoni. Qolgan vaqtda shu bassanglar shu sizlar ko'makchi bo'lgan yerga atlab kelib berdi. Bu endi videoning ichidan bir naqlni ilib xotirlab qo'yganlar uchun nihoyatda yaxshi bir iqtidor ekan. Ben YouTube'dan keyin Twitter'dan ko'rib boqayli. Masalan men bir necha Twitterga kirib boqayli. Ben bir tweetni men saqlab olmoqchi bo'lsam, masalan bu videoni saqlab olmoqchi bo'lsam, buningki copy link deganni bosaman. Ondan yantosiz tweet deb embed tweet deb buni yozgandan keyin shuning ichiga Twitter adresini choplab bersam, Twitter'dan betini shu Logsic'ning ichida ko'rsatdi. Bu menda o'zingizlar yaqin muhim deb qaragan tweetlarni saqlamoqchi bo'lsanglar, bu xatarmi bek asqardiga deb o'yladim. Bu Twitter deb mavzu qo'yib bo'lgandan keyin tab bassanglar, andan keyin shu mavzuning ichida shuning tabasi saqlanadi. Shunga shundaq ma'lum bir bilakning ostida saqlamoqchi bo'lsanglar yoki shift enter bilan qistironglar yoki tabni besib bir bilakni ikkinchi bir bilakning tarmoq bo'ligi qilib qistirsanglar keyin bo'lakda ayrilib ketmaydi. Shunga shunga diqqat qilsanglar bo'ldi. Bu endi Logsic'ninki widget bilan PDF, YouTube, Twitter ulanmasini qistirishning usuli. Endi uchinchisi vazifa boshqarish. Bu ham Logsic'da nihoyatda yaxshi bir alaylik ekan. Masalan, mening bugun qilmoqchi bo'lgan ishim masalan leksiya tayyorlashda bir vazifa tizimligi qurmoqchiman. Leksiya tayyorlashda bir mavzu qo'ydim. Buning ichida mening qilmoqchi bo'lgan ishim birinchisi material toplash, ikkinchisi
sıyırılma yasaş. Üçüncüsü sınaş degandek bir neçe yüksek münasebetlik vazif kurdum. Endi bunu men qaysini qilib bo'ldim, qaysini qilmadim, onunğa belgilep mağdan şekil keltiriş için Ctrl Enter yoki Command Enter knopkasini bassanglar, bu hamda bunda vazifalar belgi qo'yilgan holatda o'zgardi. Buningki Logseek'da ikki xil shakli bor ekan. Birisi later now deb, yana birisi to do doing deb ana shaklda chiqadi. Shuni o shaklni almashtirmoqchi bo'lsangiz, settingizdan ishga kirib, editorning ichidan uchinchisini to do doing o'zgartirib olsanglar, bu o'zgardi. Hozir masalan done bitta deb holat o'zgardi. Mavu to do boshqa tegishli ish mamu to do deb endi bu qilg'ashni tizimini qurdim. Masalan men material to'plash ishini qilayotgan bo'lsam, to do deganni ustiga bir chekib qo'ysam, bu material to'plashni sen hozir shuni qilyapsan debmaydi. Mening qilayotgan ishim chiqib turdi. Masalan men material to'pladim, to'g'ridan bir narsani to'pladim. Bu ishlarni hammasini bitkazib bo'lgandan keyin deb belgilab versem bu yerda 18 sekund. Shu boshlangandan tortib mushni doing degan holat kelgandan tortib mana belgi qo'ygangacha qanchalik vaqt ketganligini Logseek sizlarga hisoblab berdi. Shuni bu hamdalik vaziyat boshqarish uchun aytdi. Ma'lum bir ishni qilish qanchalik vaqtni ketganligini bir kunning ichida belgilagan shunday kun tartiblarining qanchani o'rnash olib turibsizlar degandek narsalarni ko'z tutgan ishqa vaqt boshqarishga yaxshi bir iqtidor ekan. Shuni bu mobek asqatdi. Bu demak vaziyat boshqarish uchun faqat Ctrl Enter yoki Command Enter makta. Shuni bilib olsanglar bo'ldi. Logseekda yana o'rganish kartasi degan flash kart degan bir iqtidor bor. Flash kart degan masalan sizlar ya inglizcha o'rganasizlar va yoki boshqa bir darsni takrar qilish uchun o'zingizlar mashg'ul bo'lib, yodlayotgan narsalarni ko'rib shuni takrar qilmoqchi bo'lsanglar, masalan men kart deb bu yerga bo'lakdan buni quray kart. Undan buning ichiga masalan HTML markup markdown. HTML bu markup bilan markdownning qaysisi bu savol bo'lsin, javobi markup bo'lsin. Endi ikkinchi savolimiz mana shu studentlarni masallar sirtki bo'lak bo'ladi bu. Bu yangi bir savol qilish uchun uni sirtki bo'lak qilish, ayrim bir bo'lak qilish to'g'ri keldi. Endi masalan CSS degan ko'rinish uchunmi yoki mazmun uchunmi desanglar, buni javobi ko'rinish uchun deb. Biz mana ishtal kart tayyorlab baxtib, endi bu kartni ekanligini ayirish uchun kart deb mana kartash bilan keyiniga belgilab qo'ysanglar, bu bo'laklarni kart deb sizga bir taraf qilib turadi. Kartlarni takrar qilib o'rganmoqchi bo'lsanglar, sizga cards deb yozsanglar, sizlar tayyorlab qo'ygan kartlarning o'zi bu yerga masalan kartlarning hammaga ism qo'yib, masalan buni HTML kartning nomini men HTML deb qo'ydim. HTML deb qo'ygandan keyin endi bu kart deganning keyiniga shu sizlar qurgan kartangizning bo'lak nomini HTML deb
programımızda kesip koysak, şu HTML namındaki kartlarının hemmini meşq kıldıgan bu ýa-da bir bölek peýda kılıp durdy. Hemde review kart dep bunu bassaňlar, bunu meselen CSS görünüş üçünmi ýa-ki mezmun üçünmi dep çykdy. Bunun jogaby görünüş üçin. Bunu men ismini tutup aldım. HTML markup language mi, markdown language diýen näseniň jogaby markup. Bunu ismini saklap aldım desem, bu külli keleke toğru hata atallygyny basasen, meninki netijemni çykyryp berdi. Sen bugenki kartlaryň hemmini toğru taladan gowy dep. Bu özüňlaryň ýeki ballaraňlaryň şu mälim bir näsini üýreniş üçin kolay üýreniş karty taýýarlaş usuly. Hemde bundan başga Logseq'nin yana bir özelliği bu biz tonuşturgan mawu alaýdyklardan başga, yani ýeňi alaýdyklarny peýda kılmakçy bolsaňlar, bunun kıstırma bazary mevcut. Tizimlik naşidiki kıstırmalar ýa-ki plugins'e ýa-ki kirip, bunun içinde install depslan kaçlagan bolsaňlar, kaçlagan kıstırmalar bir ýerde göründi. Eger marketplace diýen käsaňlar, bir ýerde bazarda mevcut bolgan kıstırmalar göründi. Bu näseleň hem sähsiz. Meselen men Uýgurça münasibetlik ondan sonra ýyzykyny bir tarap kıldygan RTL diýen kıstırmany kaçlap Uýgurçany normal köstan kılıp alay bunu. Unda kılış üçin Logseq RTL mod diýen näseni kaçlasam boldy, install dep. Bunu kaçladım, kıstırma kaçlanıp boldy. Kıstırma kaçlanıp bolgandan keyin hemde men kıstırma ýok çagda Uýgurça bir näse ýazgan bolsa, Uýgurça mezmun bolyk soldan oňga çykyp aldy. Kıstırma kaçlagandan keyin ondan soly kıpırdagan mandak bir knopkany peýda boldy. Bunun bilen Logseq'ta Uýgurçany ýaxşy rahat bir tarap kıla alaýsызlar. Eger hat şeklini ýakdyrmasaňlar, ýene Google kıstırmasy bar, Google font kıstırmasy. O näsini meýeden Google Fonts dep izleseňler, bunu kaçlagandan keyin aş Uýgurça gollaýdygan Google Fontdan birini täşep goýsaňlar, Uýgurçanymy ýaxşy gollatgyly boldy. Google Fonts naşidiki Uýgurça fontdan birini tallaýly. Uýgurçany gollaýdygan näslerim şu Arapça font naşidinden çykdy. Ondan meýege Uýgurça hat ýazsaňlar, on tarapda Google fontlaryň içinde kaýsyny Uýgurça gollaýdyganlygy çykdy. Meselen Amir diýen gollaýdy eken, Noto Nesx Arabik gollaýdy eken, ama şundak bir neçe hat nusxalar bar. Latif diýen gollaýdy eken, ama Latif diýenni tanlap goýay. Latif diýeniň ismini görüp aldym. İsmini görüp algandan keyin endi Google kıstırılmasynynki kaçlanıp bolgan kıstırmany meýeden plugins diýen ýerden göreläýme. Bunu täşikini açyny içip täşikiniň içige Latif diýen fontny ismini ýazyp goýsam, bu aş fontda köstan bolup tekstlerini takyp etdim. Demek Uýgurça hatlar hazır çygarlyk göründü. Bu hemde kıstırma bilen bir tarap kılış, Uýgurçany bir tarap kıldygan adatki ekleşniň usuly. Hem Logseq'da ýene kıstırmadan başga arkaly usluplar bar. Men uslupnyň içindeki programmacylykynki developerda bir uslup bar. Şu uslupny ýaxşy görmä. Marketplace diýen näşde usluplar diýen tepkini assaňlar, bunun içinde uslupmy çyraýlyk Bonafix diýen uslup. Men normalda Development diýen işletime bunu kaçladım. Kaçlagandan keyin karsaňlar hazır özgerdi. Betniň isimleri diýen näsler mandak şekilde bütün şekilde özgerdi hazır. Şoňa özüňler halgan bir uslupny işletseňler şekil özgürdi. Ondan halasaňlar meýede ýeňi grafdan bir ýa-ki ýeňi modelden birini kurup, onun içinde Uýgurça näslerini men aýrym ýerde saklasaňlar, aralaş bir sondan sola bir soldan oňga garaýp mowkit diýenler, onu aýrym kılasaňlar boldy.
Ondan saklagan mezmunlarla kompüter saklagan näsini telefonda görüp berek. Telefonda bunun app'leri var. İkisinin arasında uçurlarını maskaradan başqarış üçün Google Drive ya bolmasa iCloud degende anda tor disklerini işletseňler bir ýerde kösetke wagtda tor diskisini kösetip koysaňlar, mesela iCloud'umu kösetsem men telefonda iCloud'umu tanlap koysam, telefon bilen kompüteriň arasynda mezmunlaryny özüra maskaradan diýip mangaly boldy. Endi başka bilemegen näse bolsa, videonun ahyrına söz kaldyryp koysaňlar, bilemegen näselerge jogap bersek boldy. Leksiyamyz bir şey bolsun. Allah'a emanet.